O'yinga bonus pas kelibdi. Birinchi bonus pasni olamiz. Tak, 630 yusiga ketdi. Nice. Birinchi qizil kallani olamiz. Yaxshi, bonus pasni olib qo'ydik. Bu yoqda to'ys PDP keyslar qo'shilibdi qani. Bu tak, yangi keys, mashina hozir попробуем. Bitta propstit bilan dirs bam ochaveramiz. Tez kutib o'tirgani anosi yo'qda, foydasi yo'q. Mana bitta kiyim normalniy. Tak. Agar sizlarga bonus pasga yoki mashkiyizga farqi yo'q, qaysi keysga yusi kerak bo'lsa, Fayozov yusidan xarid qilaverasizlar, birodarlar. Yorug'lik tezligida yusinglar tashlab beradi. 3 ta bo'lgandan keyin propstit bosasizlar. Mana o'sha bu o'xshagan taktika. Tak, yana bitta bosamiz mana. Isboti bilan mo'lla qaranglar. Yana bitta 3 ta to'ladi-ku, pastdagi propstit bosasizlar bo'ldi, nimadir beradi. Ko'ryapsizlarmi? Anu taktikaga o'xshaydigan taktika. Tak. Ketdi yana. Yana o'sha taktikani qilamiz. O'xshamasa boshqa taktika qilamiz. Davay. Ber. Propstit. Bermadi, endi propstit bilan bam 5 ta ochaveramiz. Boshqa berdi, yana bitta. O, mifik jo'ja kalla berdi. Nice. Bila yana beraveryapti, normalniy tak. Jo'ja kallasini berdi. Endi bu yoqdan garanti olib qo'yamiz. Shu bilan open case'imiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosinglar, kanalimga obuna bo'lmaganlar obuna bosib qo'yinglar.